Amir avtosavdoda Nexia 2 so'ragan mijozlarimiz uchun 2015-yil Nexia 2 mashinasi 166 ming kilometr masofani bosayotgan, kraska holatlari top-toza. Xo'p, 905 mejigar pultlari bor, temir gaz bolovlari bor, mashina kraskasi absolyutni toza ekan. Mayda-chuyda mana qiladigan ishlar bor, moldirlarni alishtirib, uy ob-yoqlar kosmetika ozgina qilib olsanglar zo'r bo'ladi. Mashina salonlari ham menga yoqdi, salon holatlari ham zo'r turibdi. 166 ming probeg, shtetiniy chexollarda gaz uстановка bo'lgan. Hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Gen, доверенность, любой narsa bo'lar ekan. Оформить deysizlarmi? Texnik holatda mashinani haydab ko'ring, kamchilik ko'rganimiz yo'q. O'zingiz uchun yana bir qator проверка qildirib olsangiz zo'r bo'ladi. 2015 166 ming probeg, mashina titi holatda turibdi. Narxini taxmin qilgan bo'lsanglar, arzonroq aytishga harakat qilamiz. Chunki bu mashina narxini biz so'rab surishtirib ko'rdik. Ko'chada ancha baland, ukamizga pul zo'r lekin oke arzonroq qilib qo'yib yuboring, tezroq sotilsin dedilar. Maza qilib minish uchun bu mashina narxini biz $5700 baholadik. Kimga qiziq bo'lsa egalar nomerlarini qoldiramiz.